Assalomu alaykum. Optim narxda taxta xarid qilaman deganlar, xudo xolasa Ko'ksaroy savdo majmuasini manzilini tushuntirib beraman. Farg'ona Marg'ilon sentralniy chorrahasidan Akvapark chorrahasiga kelasizlar. Akvapark chorrahasidan o'ngga burilib, shuna yurib kelsalaring 500-600 metrda Ko'ksaroy savdo majmuasi. OSB taxtalar, shiperlar, hamda sizlarga qanaqa taxta mahsulotlari kerak bo'lsa, barchasi bor. Sardor akam bilan birgalikda to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Sardor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ko'ksaroy savdo majmuasini kuzatib boruvchi muxlislarimiz, xaridorlarimiz, xudo xolasa o'zimizda yangiliklarni bir qator ko'rsatamiz. Mahmudjon bilan 100 mingdan boshlaylikmi? Yangilik olib kelib qo'yganmiz 100 ming. Bo'ldi aka. Mahmudjon hop laklangan 100 minglarimiz. Belarusyaniki, xudo xolasa sifati nihoyatda chiroyli. Yaxshi narsa. 08. Mahmudjon, bular narxlarini 120 ming so'm qilib beryapmiz. 120 ming so'm. 120 ming so'm. Endi batlarda gipsokardonlar bor. Gipsokardon kerak bo'lsa aytishaveradi. 36 mingdan 52 minggacha bor. Gipsokardonlar. Fasadniki, devoldiki, xudo xolasa hammasi bor. Hozir bu akamizga qanaqa taxta qilib berdik aka, nech puldan qilib berdik? So'rib turish akamizni chiqib ketyapti bu. Hop, lagali bu. 32 ga 9 deb 80 ming so'mdan berdik. 6 metrli. Keyin aytda brus berdik. 85 ga 14lik 210 mingdan qilib berdik. 210 ming so'm. 100% sasna. Ya'ni hunarmandlarga ham taxtalar topsa bo'ladi bemalol. Bemalol. Xudo xolasa ishlayveramiz. Xudo xolasa endi aka bir tovarlarga narxlarda o'zgardi, baribir shularni ham bir ma'lumotini bersak. 95. Hop, Mahmudjon, mana bu yangi kelgan tovarimiz. Hop, qalinlikkili, endi 16 likdan chiqqan 907 qoladi. 100% sasna, mana holatini ko'rib ko'rasiz. Hali ustini yasatib qo'yish bas, chiroyli. O'zi holati zo'r. Xudo xolasa. Bular narxlari ulgurjiga 38 mingdan qilib beryapmiz. 38 mingdan. 38 ming so'm. Yonida esa 2,5 ga 12,5 polligimiz. Xo'p, bular narxlarini 60,500 so'm qilib beryapmiz. 60,500 so'm. Keyin ichi sartarob bo'lgan polli. Narigi yonida esa 2 ga 12 likdan chiqqan shpontan keyin 11 qoladi. Hop, bular narxlarini 45,500 so'm qilib beryapmiz. 45,500 so'm. Mahmudjon, esingiz bo'lsa, kelganingizda mana rekamiz ko'p edi. Mana sotilyapti, tugayapti, xudo xolasa ham yana yangi chiqadi. 21 ga 45 lik 4 ming so'mdan qilib beryapmiz. 4 ming so'm. Xudo xolasa. Mahmudjon maytda hop, yangiliklarimizdan endi 45 ga 13,5 ligimiz bor. 105 ming ko'proq olinsa hop 102 mingdan qilib beryapmiz. Holat mana Mahmudjon 100% sasna. Xudo xolasa bexijolat akalar. Endi Sardor aka, ba'zi bir odamlarda savol bo'lib qolyapti. Narx masalasi. Undan keyin o'zi bizni taxtalarimizda pixta degani bor ekan, o'sha sifat jihatdan sasnaga nisbatan sal pastroq bo'lar ekan. Yel bo'ladi. Yel, sasna shunaqalari bo'ladimi o'zi bizda aka? Bizda ham joyi xvoynoy chep bo'ladi. Buni xvoynoy paroda deydi. Chep bo'ladi, aralash bo'ladi. Bu bor narsa. U sasnaga qaraganda yana ham yumshoqroq taxta bo'ladi. Misol, mana bu taxta lestoy taxtamiz xvoynoyga kirmaydi. Bu o'zi qattiq taxta hisoblanadi. Buni to'singa ham hali podvalli uylarga ham buni qo'yishaveradi. Bu o'zi Rossiyaning o'zida ham qimmatroq yuradi. Siz aytayotgan sorti bor, mana Mahmudjon. Mana yerda ham bor, mana bu sortni betini bu qator ko'rsatib qo'yishdan bo'laveradi. Mana bu sort mana yel. Bu 81 ming so'm. Mana bu sorti Mahmudjon. Mana bu sorti sasna. Mana akalar. Mana farqi. Qaranglar. Mana farqi. Xudo xolasa ikkalasining ham holati yaxshi. Endi bizda go'yo tovarni ichida kelib qoladi. O'zi asosiy spes olmaymiz. Endi oladigan variantimiz ham bo'ladi, narxi o'shanga qarab ketadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh. Keyin maytda Mahmudjon, hop, to'liq 3,5 ga 13 ligimiz bor. Hop.
78 ming so'm qilib beryapmiz. Uzuni 4 metr. 4 metrli. Bu strapila. Strapillaga ham, keyin zinapoyaga ham qo'yishaveradi. Apalapkaga. O'zlari ma'qul kelgan joylarga ishlatishaveradi. Xudo xolasa. 100% sort sasna. 100% sasna. Ha. Mahmudjon mana bu yerda hop strapillalarimiz, hali 116 ming so'm degan strapillalarimiz. Mana kursga qarab ketaveradi. Bu hozirgi kunda 115,5 ming so'm chiqyapti. 115. 100% sasna. Keyin yana bir xil pastida qolib ketgan strapillarimiz bor. Hozir ham mana Persepti akaga chiqardik. Qalini 32 lik, endi 13,5 lik. Bularda 110 ming so'm qo'yib yubordik. 110 ming so'm. Buni sifatida farqi bormi? Buni sifatida arrasida farqi bor. Mana bu narsa nima diskivida arrasi, qimmatroq olamiz o'zimiz ham. Mana bu narsa lenchlilik. Sal yengilroq oladi. O'shaning uchun buni 110 ming so'm qo'yib yubordik. 110 ming so'm. Ha, o'shaning uchun ana shundan bir qator ko'rib olasiz. Mana bu taxtalarimiz bor. To'liq 3,5 ga 18,5 lik. 175 ming so'm chiqadi. Uzuni 6 metrli, sasna. Xohlasa buni hali ayvonlar bo'ladi, beustum tushadigan joy. Shunga ham ishlatsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Filusi bor. Mana bu tovarlarimiz bor. Buddash 18 lik, 18,5 likdi, 14 lik. Qalini 3,5, endi 14. Xo'p, buni 130 ming so'mdan qilib berdik. 130 ming so'mdan uzuni 6 metrli. Uzuni 6 metrli. Xudo xolasa. Xo'p. Mana bu narsamiz 17 lik. Qalini 3,5, endi 17, uzuni 6 metrli. Xo'p. Buni kalkulyatsiyasi boringki 145 ming, 150 mingga yaqin chiqsa kerak. 150 ming. Endi elektron rejimga o'tganmiz, xabaringiz bo'lsa, xudo xolasa. Keyin mana bu taxtamiz o'zingiz har doim ko'rgansiz, уже mana yengillayapti. Qalini 4, eni 14, uzuni 6 metr, 100% sasna 135 ming so'm berdi. Xo'p, endi Sardorbek aka bitta qiziqish bo'ladi ko'pchilikda. Katta ob'yomga oladigan odamlarga dastavka masalasi. Shu masala bizda qanaqadir yechim bormi aka? Misol, o'zlari qimmatroq shopir gaplashsa, biz o'zimiz shopirlardan arzonroq gaplashib beralamizmi? Bo'ladi. Buni yechimi bor. Agar o'zlari bizga shopir taraflama yordam qiling desa, atrofdagi viloyatlarimizga shopir taraflama yordam qilamiz. Keyin bizda bitta o'zgarish bor, Mahmudjon. Hop. Farg'ona viloyati ichi. Farg'ona viloyati qana? Farg'ona regioni. Marg'ilon regioni ichi. Boringki quvvat tashlag'am kiradi. Bu tarafga o'sha Oltiariqqacha ham boradi. Xo'p. Narxi 20 milliondan o'tadi-ku savdoyimiz. O'tganiga biz dastavka bizdan. Dastavkasi bepul. Dastavkasi bepul. Xudo xolasa, ma'lumot uchun akalar vagonda, furada Sardor akami o'zlari mana shu tovarlarni olib kiradilar. Ekrandagi raqamlar Sardor akam nomerlari, aloqaga chiqsalaring to'liq ma'lumotini beradilar. Manzilni ham tushuntirib beradilar. Aka, vaqtingizni oldik. Salomat bo'ling. Vaqtingizga rozi bo'ling, rahmat. Rozi bo'lsin.